Tashqarida oshxona bor. Shu zal o'zida mana ichkarida alohida xonada erkaklar va ayollar hojatxonasi bor. Zamonaviy jihozlangan. To'rtta qozon bor mana. Ikkita kichkina, ikkita katta. Talab qiladiganlarga tandir bor hatto. Mana samovar bor. Rakamina tayyor turibdi. Issiq suv, sovuq suv chiqadi. Mana ariston o'rnatilgan. Bu xonada 100 kishilik tadbirlar uchun yetarlicha jihozlar bor. Katta konditsioner qo'yilgan. Bemalol zalni sovutadigan, isitadigan qudratga ega bo'lgan katta konditsioner bor. Akfa eshik deraza qo'yilganligi sababli issiq ham, sovuq ham chiqib ketmaydi. Alohida hojatxonalar. Zalning ichkari qismida. Bo'ribobo mehmonxonasi Kasbi tuman gayidan kelishda, mana Rahmota to'yxonasidan keyin, Solihabono klinikasidan o'tgandan keyin bir qatorda joylashgan. Xuddi shu mehmonxonani birinchi qavatdagi zal haqida ma'lumot berib o'tdim hozir. Bemalol mehmonlaringizdan olib kelishingiz mumkin, kichikroq tadbirlaringizni o'tkazishingiz mumkin.